Toshkent davlat tibbiyot universitetida talabalar uchun sud tibbiy ekspertiza ta'limi yangi bosqichga chiqmoqda. Bugungi kunda universitetda sud tibbiy ekspertiza yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ikkinchi son sud tibbiyoti va tibbiyot huquqi kafedrasida faoliyat yuritayotgan 14 nafar malakali mutaxassislar yoshlarni chuqur nazariy bilim va mustahkam amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Ta'lim jarayonida talabalar murdalarni tekshirish, tirik shaxslarni sud tibbiy ko'rikdan o'tkazish hamda biologik materiallar bilan ishlash asoslarini bevosita o'rganmoqda. Eng muhimi, ular turli jarohatlar, zaharlanishlar va o'lim sabablarini aniqlash bo'yicha real amaliy tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Toshkent davlat tibbiyot universiteti qoshidagi ikkinchi son sud tibbiyot va tibbiyot huquqi kafedrasida bugungi kunda 14 nafar xodim faoliyat yurg'izyapti. Ushbu xodimlarning 2 nafari fan doktori, professorlar, umumiy olganda 10 nafar xodim ilmiy darajaga ega, 8 nafari esa fan nomzodi hisoblanadi. Kafedraning ilmiy salohiyati deyarli 80% ga teng. Bugungi kunda kafedra bevosita Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi binosida joylashgan, ya'ni darslar bevosita amaliyot bilan chambarchas bog'liqlikda bugun olib borilyapti. Har bir markaz hududida joylashgan har bir bo'limlarda talabalar mavzudan kelib chiqqan holatda o'z amaliy ko'nikmalarini oshirib borishyapti va bugun qaysidir ma'noda markaz bilan universitet o'rtasidagi o'zaro bog'liq holdagi hamkorlik, ya'ni ilmiy va o'quv uslubiy hamkorlik juda yuqori darajada amalga oshirilyapti. Kafedrada ustoz shogird an'analari yo'lga qo'yilgan. Markaziy Osiyoning deyarli barcha mamlakatlarida mavjud oliy ta'lim muassasalari, tibbiy oliy ta'lim muassasalari bilan ilmiy o'quv uslubiy hamkorlikni amalga oshiryapti. Shuningdek, xorijiy davlatlar bilan ham bugun yaxshi ilmiy o'quv uslubiy hamkorlik amalga oshirilyapti. O'zaro akademik almashinuv doirasida bizning kafedraning xodimlari xorijga borib o'zlarining tajribalarini oshirib kelishyapti va o'z o'rnida xorijlik mutaxassislar ham bizning kafedraga, universitetimizga bevosita tashrif buyurib o'zlarini ko'nikmalarini oshirib borishyapti. Kafedrada joriy etilgan zamonaviy texnologiyalar va tajribali ustozlar rahbarligida olib borilayotgan mashg'ulotlar talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa kelajakda sud tibbiy ekspert sifatida aniq va ishonchli xulosalar beradigan mutaxassislar yetishib chiqishiga xizmat qiladi. Mazkur yo'nalishda yaratilayotgan sharoitlar va olib borilayotgan tizimli ishlar talabalarni nafaqat bilimli, balki amaliy jihatdan tayyor, raqobatbardosh mutaxassislar sifatida shakllantirishga xizmat qilmoqda.